bu streamda biz masalan mana soniga emas lekin sifatiga ishlaymiz. Demoqchimanki, nihoyatda yaxshi insonlar kiradi. Misol bu yerda kimdir bilmaganini biladi-da demoqchiman-da. Misol Amerikadan kiryapti, misol podpischilar bor. Yaxshi misol. Kimga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, siz izlanayotmizda o'sha yerda yashab turgan, ishlab turgan odamlardan o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlar olish juda oson, qulayda. O'sha stream ham shunaqangida, bu yerda общение, tanishuv, aka-uka orttirish, misol ko'pchilik bilan ko'p muammoni hal qilsangiz bo'ladi-da. Kuch birlikda deydi-ku. Shunaqangi kimdir qanaqangidir biznes vakil sohibi, kimdir qanaqangidir zo'r hunarli sohibi, kimgadir qanaqadir informatsiya kerak, odamlar informatsiyani qayerdan oladi? Shu bir-biridan oladi-da, yerdan, bu yerdan misol yolg'on informatsiya va asl konkretni o'sha yerda yashab turgan odamlarda. Masalan, deylik menga aytishim mumkin, Germaniyada palonchi kelib, "Monaqangi ekan, mana bu narsa monaqangi ekan" desa, men aytaman, "Bo'ldi, xo'p" deyman.